Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Ko'p turganlarda sifatli ishonchli reysiy avtobusimiz Toshkent Moskva, Moskva Toshkent, Toshkent Samara, Penza, Ryazan, Kazan, Nijniy Novgorod, Vladimir, Yaroslavl shaharlariga ketyapti. Mana do'stlar, ko'p turganlarda hozir avtobusimiz Moskva Kotelniki metro avtovokzal Kotelnikidan qo'zg'aldi do'stlar. Shunaqangi reysiy avtobuslarda ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz. Eng ishonchli, qulay reysiy avtobuslarda ketinglar do'stlar, aldanib qolmanglar. Shunaqangi reyslarda ketmoqchi bo'lsanglar, albatta ekranga ishonch raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. YouTube hamda Instagram, TikTok kanallarimizni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz ko'ryapti, kelyapti, ketyapti, boryapti, kelyapti aka-ukalar. Shunaqangi reyslardan ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol behijolat aka-ukalar tanlovda adashmanglar. Muhimi sifatli, ishonchli reysiy avtobuslarimiz Kotelniki avtovokzalidan Primoy, Toshkent avtovokzali Sobrahimgacha hamda Sobrahim avtovokzalidan Primoy Kotelniki avtovokzaligacha qatnayapti do'stlar. Eng ishonchli reyslarimiz sizlar uchun jigarlar, tanlovda adashmanglar.